Uyg'ondingizmi? Gaplashilik unda. Kim sizni qo'rqitdi ulardan? Bizni kuzatuvchilar bugun bizda ayol kishi 73-yil yurakdagi shikoyatlar, og'riq, qon bosimi ko'tarilishi, tez bezovtaliklar bo'lishi va u ayol kishini ko'p marotaba vrachlarga, ya'ni shifokorlarga murojaat qilishi, uzoq vaqt mobaynida davo choralar olib borishi, ularning afsuski natijasi bo'lishi orqali bizga murojaat qildi. Hozirda biz bu ayoldan yurak qon tomirini tekshirish amaliyotini reja qilmoqdamiz. Bizni kuzatishda davom etamiz. Og'riq yo'qmi? Yo'q. Shikoyat olmayaptimi? Yo'q. Hamma bo'ladi. Uchinchi kardiologiya bo'limiga 6 oyga yotib, Shundan qochdingiz. Kim sizni qo'rqitdi ulardan? bu qilganlarni ko'rdimda, Nima bo'ldi? borgandan keyin qo'li qattiq og'ridi. Tushunarli. Bunaqa og'rimasak ham? Yo'q. Necha yildan beri shu qiynalib yuribsiz umumiy hisobda? 3 yildan beri. Xo'p, bir gap aytaymi? Yuragingizda muammo yo'q. Tabriklayman. Yuragingizda hech qanday muammo yo'q. To'raymalar yo'q. Faqatgina yurak qon tomiri bo'yicha qon oqimi biroz sustlashgan. Qo'lingizdan bir narsa yurib o'tayotganga o'xshaydi. Hayron bo'lmang. Endi keyingi safar biror bir yuragingiz xuruj qilsa, shunday silab qo'yasiz bo'ldi. Qanaqa amaliyot umuman olganda sizga yoqdimi? Chidasa bo'ladi, qiynalmadingizmi? Boshqalarga tavsiya qilasizmi qiynalib yurganlarga? Ha. Aytamiz boshqalarga kelsin.